Assalomu alaykum. Ya qo'shni, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Qanaqasiz? Maslahatli ish bor edi. Xo'p, qani uyda gaplasha qolamiz, yuring, keling. Qani ichkariga kiramiz, qo'shni. Yo'q, aka, shu yerda o'tira qolaylik. Ya, endi ichkarida bemalol Yo'q, gaplashamiz. Ismoil aka, yo'q demang. Iltimos keling. Mayli, xo'p, qani keling o'tiring. Ha, qo'shni, qani. Ilohoming tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Yaxshimisiz? Rahmat. Ismoil aka, remontlaringizga chiroyli chiqibdi. Havas qildim. Faqat oldingizda ozgina xijolatman. Tinchlikmi? Ismoil aka, bizani o'ylab ikkinchi etajingizga rom qo'ymadingiz. Lekin ayolim uyda bemalol yuribdi. Men shundan xotirjamman. Mana hozir qarasam, remontingizga ozgina xalaqit berib qolibdi. Ko'nglingizdagidek chiqmadimikin shu narsa? Ha, buni aytyapsizmi? Xijolat bo'lmay qo'shni. Menga fasadimni chiroyidan ko'ra sizni xotirjamligingiz muhim. Ha, rahmat. Boringizga shukr. Shu desangiz, uyimni sotmoqchiman. Tinchlikmi? Oyimni mazalari yo'q. Menga esa pul kerak. Uyimni sotmasam boshqa ilojim yo'q xullas. Yaxshilab o'ylab ko'rdingizmi? Otaxo'li-a? Unda sotadigan bo'lsangiz, menga soting. Aka, siz olsangiz juda ham xursand bo'laman. Faqat menga pul juda ham zarur-da. Muolajani boshlash uchun 10 ming kerak. O'shani hozir iloji bormi? Zarilding. Hozir olib chiqaman, muammo yo'q. Mana siz so'ragan pul. Lekin uyingizni ola olmayman qo'shni. Tushunmadim. Men bu pulni uy uchun bermayman. Sizdek qo'shnimni yo'qotmaslik uchun beryapman. Lekin aka, men oylikka ishlaydigan bola bo'lsam, bu pulni qanaqa qilib qaytaraman? Avvalo onaxon tuzalib ketsinlar. Dardlariga Alloh shifo bersin. Bu pulga keladigan bo'lsa, topsangiz berasiz. Agar topa olmasangiz, duo qilib qo'yarsizlar. Shunga yetsa kerak-da. Uy olmagin, qo'shni olgin deb. Mushkulimni oson qildingiz. Rahmat. Ba'zan hayot insonni shunday sinovga qo'yadiki, tanlov qilishga majbur bo'lasan. Pulmi yoki qadriyat?